Yig'ishtir ummon pummoningni. Navoiyxonlik bo'lyapti. Ustoz ummon zo'r-ku. Millicha nimadir qillaring. Xo'p. Shohboz ana shu qo'shig'ini menga tashlab ber. Bo'lsin, yo'q tashlayman. Man ikki portda. Azamat tashlab beraman. Kerak emas hali qo'shig'ing boshida mbk.uz bir nimalar. Nima bu ahvol? Nima bu soch? Nima bu soch? Nimaga sandagi xo'rozga o'xshab o'tiribsan? Voy voy. Qo'ling kesib oldingmi bolam? Stil bu ustoz. Stil? Ha, stil o'chirsin. Mana bu sochlaringni ertaga ko'rmay. Bo'lmasa o'zim qaychilab tashlayman. Yo'qot ummoningni. G'azalxonlik kechasi bo'ladi deyapman-ku. Ustoz 9 bel ham ummonga o'ynayapti ekan, zo'r chiqadi. Ha. Bor hammang yo'qol. G'azal yotlalaring. Ana yaxshi bermading sen. Mana bunday qildim-ku. Qilmadilaring. Sen o'g'irlamagan, kelinga o'xshaysan, bor yo'qol. Bilaman tuyg'ularimga hech qachon yetib bo'lmaydi, bilaman. Alo? O'qituvchilar xonasi? Xo'p. Sizlar magazinga Ummonning kalendari bilan daftarlar ketdi. Yo'q, Nima hammang buncha ummon deb yugurasanlar? Nimasi qizg'an shuningni? Oshna aysh muzikani izlab yurib, menga taylab ber. Ey Jonibekning o'g'li, o soching nima qilgansan? Stil-ku bu, ummon qilganman, ummonman. Dadang ham yoshligiga shunaqa edi, sochini jimi qilib yurardi. Ekstrim. G'o'rda konsertiga hamma qizlar zohid shohruh deb yopishibdi-da, keyin men sizlarni ajratib yubordim. Ikkinchi kun konsert apim bo'lib ketdi keyin. Osla balam yondiradi, ko'nglimni ortab boradi, bilaman o'zi ham meni sevadi. Mana yaxshi qo'shiq topsa bo'lar ekan. Bu ham ummonni qo'shig'i-ku ustoz. Yo'q, ummon qo'shig'imi? Ummoni qo'shig'i. Salla o'zing bir normal qo'shig'ini topolmayapsanlar. Oltin qafas ichra gar, qizil gul bitsa, bulbulga tikandek oshiyon bo'lmas emush. Mana des bo'lar ekan-ku. Ertaga mana jildirvaq ko'ylaklarini yo'qotib, salla bilan to'n kiyib kelinglar, xo'p? Ey, ummon yangi qo'shig'i chiqdi. Qani? Yo'q, yorib yo'q. Ko'zlarim xiraday. Menga tashlab ber shuni. Ko'zingni ko'rgani, yoki qiynagani, yoki eslatgani. Xo'sh, ummon qilamiz, ummon. Qochardi. Ara qizil tikandek oshiyon. Nima qilyapsan sen? Berma, ular yaxshi o'ynamaydi. Bu G'ulomjon Yoqub davrida qolib ketgan. Men seni sog'inganda kelmasligi rostmi? Kechalari tushlarimga kirishing bexosmi?